hozirgi o'quvchilarning bitta katta muammosi bor. Mana shu yoshlar o'zi qatori tengqurlarni juda ko'p vaqt o'tkazib yuboradi. Sizni eng qimmat vaqtingiz hozirda, eng qimmat narsangiz vaqt. Pul emas, boshqa narsa emas. Vaqtingizni qadriga hozir yetsangiz, ertaga kelajakda shuni mevasini ko'rasiz. Mana shu ko'p vaqtingiz o'quvchilar bilan, do'stim deysiz, boshqa deysiz, shular bilan ko'p suhbatlashasiz, hangama qilasiz, shu bilan juda ko'p vaqt ketib qoladi. Shuning uchun hozir iloji boricha o'z tengqurlaringizdan kamroq suhbatlashing. Faqat suhbatlash kerak. Yaxshi biladigan o'quvchilar bilan yaqinroq yurib, o'shalar bilan birga dars masalasi bo'yicha gaplashsangiz, sizga foydasi bor. Endi do'st haqida sizga kichik rivoyat aytaman. Balki shundan keyin xulosa qilarsiz. Atrofingizdagi hammasi ham do'st emas. Bir yaxshi bir inson, boy odamni bir o'g'li bo'lgan ekan, atrofiga juda ko'p o'g'li ko'p o'zi qatorlarni do'st qilib olgan ekan. Otasi aytdi: "O'g'lim, sen hozir o'qishing kerak. Jo'rachilik do'st bo'lishni yig'ishtir, atrofingdagilarni kamaytirsa, yo'q, meni hammasi do'stim bo'ladi. Ular hammasi yaxshi, menga sodiq" debdi. Aytdiki, do'st sinaladi. Sinalmasa shunchaki tanishlar do'st bo'la olmaydi debdi-da. Baribir o'g'li inobatga olmadi. Keyin otasi chaqirib turgan. "O'g'lim, kel, bitta do'stlaring sinab ko'raylik" debdi. O'g'li aytdi, rozi bo'ldi. "Qanday sinaymiz" desa, borasan, bitta qo'yni olasan-da, so'yasan-da, uni xaltaga solasan-da, o'sha ustingdagi kuylangni qon qilasan-da, eng ishongan do'sting oldida borasan debdi. U boribdi-da, Samirning uyiga boribdi. Taqilabdi-da, aytdiki, "Do'stim, bir odamni bilmay o'ldirib qo'ydim. Shunga qanday qilib menga yordam bera olasanmi?" desa, Samir aytdiki, "Yo'q, men sen bilan do'st emasman. Bu masalaga aralashmayman" ishing yo'qdi. Qolgan hammasi borib chiqdi. Birortasi senga yordam beraman demadi. Keyin aytdiki, otasi oldiga kelibdiki, "Ota, har bir do'st deganlarim shu masalaga kelganda birontasi oldimga tushmadi, aralashmadi" debdi. Keyin otasi aytdiki, "Men boy bo'lsam ham shu qishloqning eng chekka bir qishloqda kambag'al mal do'stim bor" debdi. "Shuni uyga borasan" debdi. "Shuni uyga borasanki, aytasan, otam bir odamni o'ldirib qo'ydi. Shu masalaga yordam berar ekansiz degan gapni ayt. Qani do'stim nima qilar ekan? Mana buni sinab ko'raman" debdi-da. O'g'liga aytib, "Bor, xuddi shu holatda bor" debdi. Keyin do'stining uyiga borsa, menga o'g'li aytdiki, "Otam bir odamni o'ldirib qo'ydi va mana shu xaltaning ichiga soldi. Mana ustim qon, men ham sherikman shu narsaga. Otam qoldi, qochib qoldi" debdi-da. Shunga yordam bering deganda, keyin aytdiki, "Uyimning ichida bir har doim o'ra turardi. Shu o'rani men ko'rmaydi, shu o'ranicha tashab ketaver o'zing" debdi-da. U bola boribdi-da, o'ranicha tashabdi, o'zi ketib olibdi. Keyin uni do'sti o'rani ko'mibdi-da, ustiga narsa ekibdi, gul ekibdi. Keyin aytdiki, "Do'stimni yana sinab ko'raman. Do'stim nima qildi desa, shu o'raga tashadi, ko'mdi. Sizni aybingizni shu bilan yopdi" debdi. "Ikkinchi marta sinab ko'ramiz. Sen borday" debdi. Otam qoziga bordi va qoziga siz haqqingizda tuhmat qildi. Shu odamni kim o'ldirgan deganda, otam o'zini emas, sizni aytdi. Ya'ni shu faloncha bir qishloq chekkasida turadigan odam bor, shu o'ldirgan, men emasman deb aytdi" debdi. "Shunga sizga qozi chaqiryapsizmi" desa, keyin qozining oldiga kelganda do'stini ham ko'ribdi. O'sha bu bolaning otasini ham ko'ribdi-da, ikkalasi ko'rishib qolganda gapirmabdi-da, qozi aytdi. Shunaqa bir odam o'lgan, siz shunga aloqadormisiz, men bilmayman" dedi. Bu odamni ham aytmabdi-da, men emasman, bu odam qildi degan gapni ham aytmabdi-da. Keyin so'nggi so'zing bormi desa, "Seni qamaymiz. Bu narsa guvohlik oxirigacha ochilmaguncha sen qamoqda turasan" deganda aytdiki, "Bir gapim bor" debdi. "Do'stimga aytinglar, bir tuhmat uchun Gulzorni buzmayman" debdi-da. Shu gapni yetkazsangiz bo'ldi debdi. Uni qamatdilar-da, bu hammasini uyushtirgan ekan, u odamni o'zi qozini ham yo'llagan ekan. U chunki odam emas, u qo'y ekanligi aniq-ku. Aytdiki, "Mana ko'rding" debdi. "Do'stga tuhmat qilsang ham u seni sotmaydi. Meni sotgani yo'q u. Odam o'ldirdim dedim ham sotmadi. Tuhmat qilsam ham sotmadi. Do'st haqiqiy shunaqa o'ylaydi" debdi. "Sizning atrofingdagi do'st shunaqami?" "Yo'q unaqa. Bu hayotda do'st bir yo ikki bo'ladi. Ota-ona aniq do'st bo'ladi. Bu holatda ota-ona sizni aybingizni bemalol yopadi. Lekin ota-onadan tashqari do'st bunaqa vaziyatlarda do'st topishingiz qiyin. Shuning uchun do'stim men deganlar hammasi ham do'st emas. Tushundingizmi? Shuning uchun bular hammasi vaqtinchalik. Shunchaki tanish desangiz ham bo'laveradi. Mana shu narsani eslab qoling. Do'st deganda xayolingizga birinchi shu, mana shu rivoyat kelsin. Bu eng sodiq do'stlar rivoyati bu. Ko'chadagi har qanday do'st bo'la olmaydi.